脱贫攻坚作战图格外引人注目。 Tağrıtaq Tori 26 may kuni baş sekretarga toplab, namratlıqdan qutuldurishdagi hal qilg'uch jang va Chiranayisdagi Yaboy kenti, harakatchan nazorat qilish va namratliqni tugutish degan nomlarda videoluk xabar tarqatgan. Mazkur xabarda Xotan viloyati Chiranayisi Yaboy yesidagi yig'in zalining temada kishining diqqatini tortadigan alayda jadvalning borligi. Bu jadvalda butun bir kentdagi aholilarning har biriga QR kod berilib, kodni yan telefonga sayıllash orqali aloqador doiralarning xizmat qilishga qulaylik yaratilganligi. Bu sistemaning kent aholisining oila xizmati va kirimini har vaqt kuzatib ham aniq surishtirib borg'ili bo'lganligini tafsili tunishtirgan. Xabarda ilgari surishicha, mazkur sistemada harakatchan nazorat qilish va cho'ng sondan ma'lumoti bo'yicha oldin ogohlantirish berish iqtidori bor ekan. Bu sistemani yo'lga qo'yishdagi maqsad xizmat korpusining siyosatlarini to'g'ri yo'l qo'yib, yerlik aholilarni namratlikdan qutuldirish unimiga kafolat qilish uchun ekan. Amerika Indiana Universitetining dotsenti, Xitoyshunoslik bo'yicha yordamchi professor Tim Grossi apandi Tağrıtaq Torining yuqorqi videolik xabariga Uyg'ur masalalariga ko'ngil bo'layotgan mutaxassislar ichida tunji bo'lib inkos bildirgan. U o'zining shaxsiy Twitter hisobiga Tağrıtaq Torining yuqorqi videolik ko'rinishlarini choplab, bundaq sharhlab tushundirgan. Xotan viloyatidagi kent amaldorlari har bir oilani kuzatib aniqlaydigan va har bir oilaning tahdid paydo qilish darajasini kuchaytiradigan markaziy aqliy xarita qurdi. QR kodni saylash orqali amaldorlar shu aman har bir oilaning uchurlarini bilib turdi. Bu haqda Germaniyalik Uyg'urshunos, Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenismo Twitter torida o'z qarashini o'ttirib qo'ygan. U Twitter uchurida yumoristik ta'na aralashgan holda mundaq degan. Qiziqarli yeri shuki, bu xarita aholilarni namratlikdan qutuldirish nomi bilan rangdorlashtirilgan. Qizil ranglik oldin ogohlantirilgan oilalarning namratlikdan qutuldirish tadbirlaridan keyinmi kirimi tuvanlab, namratlikqa qaytish xavfi og'ir. Shunimi qo'shib qo'yish kerakki, bu sistem faqat Xinjiangga xos emas. Yana bir qism kuzatuvchilar bu sistemaning Xitoyning boshqa rayonlaridami yo'lga qo'yilganligini bildirishmoqda. Bu haqda Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimi Elis Andersonmu yuqorqi ikki mutaxassisning Twitter'dagi qarashini quvvatlab, mundaq Twitter uchurini tarqatgan. Bu balkim Xinjiangdagi bu xil sistemalarni sinaq qildigan sinaq bazasi bo'lishi mumkin. QR kodni saylashni asos qilgan saqchi tuzumi va zo'r ko'lamlik sonliq ma'lumot to'plash xizmatlari kam degandimi 2014 yildan boshlab yo'lga qo'yilgan.